Osh tayyorlashda hammaning usuli har xil. Bugun sizlarga o'zim tayyorlaydigan osh retseptini o'rgataman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlash tugmasini bosib qo'ying. Birinchi bo'lib hamma masalliqlarni videoda ko'rsatilgandek ketma-ketlikda to'g'rab olamiz. Qo'y dumbasini shu shaklda to'g'rab, qizigan qozonga solib jizzaq olamiz. Ustiga o'simlik yog' quyib, qizib turgan yog'ga birinchi piyoz va ozroq sabzi solamiz. Tillarang bo'lib qizargandan so'ng go'shtni yaxshilab qovurib olamiz. Ketidan sabzini qovuramiz. So'ngra suvini sabzidan ozgina chiqarib qo'yamiz va ziravorlarni solamiz. 1 soat ivitilgan guruchni zirvagimiz ustiga solamiz. O'rta olovda qaynatib, bir qator yengil aralashtirib damlashni boshlaymiz. 5 daqiqa par yediramiz, so'ng ustini ochib guruchni aylantiramiz. Va yana ustini yopib 20 daqiqaga damlaymiz. Oshimiz ham tayyor bo'ldi. Yaxshilab aralashtirib laganga suzamiz. Yoqimli ishtaha. Video foydali bo'lgan bo'lsa like tugmasini bosib qo'ysangiz xursand bo'laman. Proporsiyalar haqida to'liq ma'lumotni opisiyaga topasizlar. Kommentariyada keyingi postimiz uchun qaysi taomni tayyorlab ko'rishimizni yozib qoldiringlar. Salomat bo'linglar.